Kunjut qiyam tayyorlash. Kunjut qiyam tayyorlashga tövendekdek 2 xil xuruj ketadi. Shuning bilan oddiy usulda tayyor bo'ldi. Aldı bilan 350 gram yer yanqani qozonga may quymagan holatda qovurib tayyorlab olamiz. Posti to'liq qizargancha qoruymiz. Qozonni qorib olgandan keyin elib, uning postini so'ymiz. Agar postini so'yishni avvarchilik his qilsanglar, post suyuqlik qozonni olsanglar bo'ldi. Do'konlardan sotib olgan vaqtda post suyuqlik qozonni sotib olsanglar bo'ldi. Tayyor bo'lgan qozonni ezish mashinasiga solamiz. Uning ustiga yana 150 gram pishgan holatdagi kunjutni solamiz. Kunjut bilan ikkisini tang ezamiz. Ezish taki suyuq bo'tqaldi kelgan qadar davomlashadi. Aralıqlarda bek munayilishib qolgan holatlar bo'lsa, müşta qo'linglarda ezsanglar bo'ldi. Müşta qilib bo'lgandan keyin davomli mashinani qo'zg'atib, ezishni davomlashtiramiz. Ezish taki suyuq bo'tqaldi kelgan qadar davomlashadi. Bu holatga kelgandan keyin aralashtirishni to'xtatamiz. Mana bizning xo'go yegani kam bo'lsa bo'lmaydigan materialimiz kunjut qiyam tayyor bo'ldi.